Yanchar quyon qamoqda 20-qism. Tushunmadim. Sizlar suvga nima balo soldinglar? Nimaga sasiyapti? Boshliq, suv juda ham toza edi. Ha, u kristaldek toza edi. Agar shunchalik toza bo'lsa, unda mana bu nima? Boshliq, bu sovun qoldiqlari bo'lsa kerak. Ha, biz tog'orini to'ldirayotganimizda u kristaldek toza suv edi. Va ko'pik ketib, shortik va bo'q ko'rindi. Juda yaxshi. Sizlarcha u juda ham toza bo'lsa, unda bir qultumdan ichinglarchi? Kuvalda, biz sizga hech qachon bunday narsa qilmaymiz. O'zingiz ham bilasiz-ku. Ha, qarang, uni rangi ko'k. Bu faqat 72-kameradagilarga tegishli. Biz bu ishni qilganlarni javobgarlikka tortamiz. Keyin ular ikkinchi marta bu yerga kelib, shortiklarini ham, hattoki tahorat ham qila olmaydilar. Sizlar tushunyapsizlarmi? Men bu suvda cho'mildim. Agar bu haqida kimdir bilsa, men sharmanda bo'laman. Bu ish haqida hech kim bilmaydi, uchovimizdan boshqa. Siz hech ham xavotirlanmang. Ha, men juda ham xotirjamman. Bordiki, bu haqida kimdir bilsa, ikkovingizni ham dafn qilaman. Boz, biz o'z jonimizga qasd qilishni xohlamaymiz, biz yashashni xohlaymiz. Juda yaxshi. Endi mana bu shortikni olib borib, paxanni yuziga otinglar. Meni esa jangga tayyorlanish vaqtim keldi. Uchovlon ketganidan keyin Yanchar quyon yanada panikaga tushib boshladi. Voy bilin, nimalar qilib qo'ydim. O'zim sharmanda bo'lganim yetmagandek, butun kamerani obro'sini to'kdim. Paxan meni endi rostdan ham o'ldiradi. Men hech qachon bunday yomon ahvolga tushmagan edim. Nima qilishim kerak-a? Nima qilishim kerak? Shu payt nachalnik qamoqxona xodimlariga buyruq bermoqda. Topshirig'imni eshitinglar. Jang boshlanishidan oldin sizlarning vazifangiz hamma mahbuslarni arenaga olib borasizlar. Bosh joy qolmasligi kerak. Javobgarlik bo'yningizda. Bu ish talabalarni majburan tadbirga olib borishdan osonroq. Yanchar quyon hali ham qo'rquvda. Menga bir yaxshiroq reja kerak. Kameraga qayta olmayman. Kameraga qaysam, o'zimni o'limimni tanlagan bo'laman. Qamoqxonadan esa qochib bo'lmaydi. Juda qattiq qo'riqlanadi. Bitta ichim qolyapti. Karserga boraman. Yanchar quyon nachalnikni yaxshilab tepdi. Voy senima hasharot. Yigitlar, uni karserga borib tiqinglar. Aqli kirmagunicha chiqarmanglar. Shu payt Kuvaldaning yigitlari Paxandan hisob so'rashga kelishdi. Paxan, bu nimasi? Nimaga biz tarafga chala yuvilgan shortiklaringni tashlab kelyapsizlar? Bu qanaqa kelishuv bo'ldi? Asabiylashma. Hammasini hozir tushuntirib beraman. Yo'q Paxan, bizga tushuntirib berishlaring kerak emas. Ushla buni. Bu qilgan ishing uchun javob berishing kerak, Shila. Salom bolalarim, men yangi mamangiz bo'laman. Bizni kameraga kirib, katta xato qildinglar bolajonlarim. Yancharni karserga olib borib tiqishdi. U bilan Bo'rsiq bor edi. Bo'rsiq trener laqabi bilan mashhur. Assalomu alaykum. Xavotir olmang. Siz ancha tinch joyda ekansiz. Menga bu qamoqxona haqida bema'ni gaplarni aytma, charchaganman. Qanday qilib karserga tushib qolding? Nachalnikni bir tepgandim. Nachalnik tepishga emas, urib o'ldirishga ham arziydi. Senga hurmatim oshdi. Qaniydi hammasini ro'y-rost bilganingizda, qo'limni siqishni xohlamagan bo'lardingiz. Men bu qamoqxonada butun hayotimda hamma narsamni yo'qotib bo'ldim. Bu yerga kelgani meni o'limimni kechiktiradi. Ming'irlashni bas qilib, balki nima bo'lganini aytib berarsan. Balki yechim toparmiz. Yanchar quyon hammasini boshidan oxirigacha Bo'rsiqqa aytib berdi. Hammasini. Va mama Paxan bilan gaplashmoqda. Yanchar bu yerga qaytmagani ma'qul. Men uni aniq ko'tini yirtaman. Senga esa rahmat. Agar bo'lmaganingda ular meni o'ldirishardi. Qarzimni qanday uzishimni xohlaysan, mama? Axir jonimni saqlab qolding. Shunchaki adolatsizlikni ko'rib chidolmadim. Ular ikkita edi, siz esa yolg'iz va Peyluz tayoqcha bilan edingiz.
Men qarzdorligimcha qolaman, lekin bizni oldinda katta muammolar kutyapti shekilli. Ular hammasini Kuvaldaga borib aytishadi va bizga qiyin bo'ladi. Kuvalda deganingiz kim? Nimaga vahima qilib aytyapsiz? Yo'q, Kuvalda haqida bilmaysanmi? Unda bilib qo'yganing yaxshi. Kuvalda bu oddiy jangchi emas, u haqiqiy o'lim mashinasi. Kuvalda arena yulduzi, mahbuslarning sevimli jangchisi va nachalnikning erkatoyi hisoblanadi. U shunchaki jang uchun chiqmaydi, u qatl shousini qilish uchun chiqadi. Kuvalda bitta narsa bilan kayf qiladi, suyak sindirish bilan. U bilan jang qilgan har bir jangchi agar tirik qolsa, uning yutug'i tirik qolganida bo'ladi. Ana shunaqa. Agar keyingi safar uni ta'riflayotganingizda ko'proq lof qo'shing. Shunda sal-pal qo'rqarman balkim. Uni mensimasdan xato qilyapsan, mama. Kel bunday qilamiz. Bugun arenada jang bor. Uni jangini ko'rib o'zing guvoh bo'lasan. Uzoq kutilgan kun keldi. Arena muxlislar bilan g'ij to'la. Bitta ham bo'sh o'rindiq yo'q. Hamma qonli jang kutyapti. Ular ham shu yerda. Bong chalindi. Kuvalda o'z uslubida kuchli aperkot tayyorladi va zarba. Jang tugadi. Bu zarbani ko'rib, meni ham badanim og'rib ketdi. Ozami chempionim, yo'q qil raqibni, yo'q qil. Sudya jangni to'xtatishga majbur bo'ldi. Kuvalda uni turishga, yana jang qilishga chorlayapti. Kuvalda, sen debilmisan? Jangni to'xtatdim-ku. Yo'q, uni turg'izing. U meni yuzimga tupurdi. Men buni hisobini olishim kerak. Yo'q, u tupurmadi. Urganingda so'lagi chiqib, yuzingga otilganda.